Model продолжениyadan keyin обязательно model разворот. Bu modelni ham вообще zo'r ishlaydigan modellar. Grafikda har doim trendni agar o'zgaradigan joy bo'lsa, обязательно mana shu modellardan birontasini grafikda ko'rasiz. Agar mana shu modellar shakllanayotganini ko'rib qolsangiz yoki shakllanib bo'lganidan keyin ko'rib qolsangiz, bilavering, что разворот boshlandi и trendni endi o'zgaradigan paytida eng tagidan yoki bo'lmasam eng tepasidan kirib olsangiz bo'ladi. Hop, bu modelda bizda asosan mana shu 5 ta model bor. Birinchisi двойная вершина deyiladi, ikkinchisi тройная вершина, uchinchisi головое плечо, to'rtinchisi bizda almas и beshinchisi просто разворотный formatsiya, просто разворотный model. Hop, mana bu pastdagi varianti narx tepadan pastga tushib kelsa, pastda ham bunaqa model shakllanadi, tepada mana bu modellar shakllanadi. Двойная вершина degani xullas ikkita cho'qqi, mana bu uchta cho'qqi, bu yelka bilan bosh, mana bunisi olmos va разворотный formatsiya. Endi ikkita cho'qqi deyilishining sababi ko'rib turibsizlar, bizda ikkita maksimum bor. 1, 2. Mana bunisida 3 ta. Xuddi o'sha modelga o'xshaydi, lekin bu yoqda 3 ta bo'ladi. Mana bu ham nisbatan grafikda kamroq kuzatiladi, lekin zo'r modellardan bittasi головое плечо. Xullas, ikkita yelkasi bor va bitta o'rtada o'sha balandroq cho'qqi, bu boshi. Keyingisi olmos. Olmos deyilishining sababi mana bu narsada. Aynan mana shu liniyalariga e'tibor beramiz. Mana shu modelni grafikda shakllangan paytida agar ko'radigan bo'lsak, mana shu liniyalarga iloji boricha to'g'ri kelish kerak. Keyingisi разворотный formatsiya. Bu model bilan ishlashimizni ishlanadigan sababi mana bu trendoviy liniyasidan buzishi. Mana bu xuddi o'sha modellarning teskarisi. Endi ko'pchilik xato qiladi. Iminni mana bu joyda. Hozir ko'rsataman. Masalan, tasavvur qilaylikki, grafikda mana narx tepaga o'sdi, keldi и bizda masalan двойная вершина model shakllandi. Просто o'zingizga maslaga savol beraman, hozir javob berib ko'ringlar. Mana shu двойная вершина bo'la oladimi yoki yo'qmi? Agar двойная вершина bo'la oladi degan bo'lsanglar, adashasizlar. Nimagaki, двойная вершина model bo'lishi uchun bizga обязательно mana shu o'zini minimumidan impuls bilan pastga buzib o'tishi shart. Yoki bo'lmasam, agar mana bu modelni двойная вершинада bo'ylab mana bu joydan сразу selga kiradigan bo'lsak, bizda ham bunaqa narsa bo'lib qolishi mumkin. Balkim тройная вершина bo'lib qolar. Yoki bo'lmasam mana bu flat bo'lib, narx tepaga yana ham dalishi tepaga chiqib ketishi mumkin. O'shaning uchun shoshmaymiz. Modelimizni oxirgacha shakllanib olishini kutamiz. Oxirgacha shakllanishi bu bizda impuls bilan kuzatiladigan narsa. Mana shu o'zini minimumidan iloji boricha bizga birdaniga tez chiqish kerak. Agar tez chiqmasdan mana bunaqa narsa bo'ladigan bo'lsa, bundoq qilib sekin, bundoq yuradigan bo'lsa, bu уже двойная вершина emas. Chunki bu yoqda impuls yo'q. O'zi разворот bo'lishiga sabab bo'la oladigan narsa bu bozorda juda ham katta pul kirishi yoki bo'lmasam chiqishi. Katta pul kirgan yoki chiqqanini biz faqatgina impulslar orqali bila olamiz. Impuls bo'ldimi, demak kimdir juda ham katta pul bilan kirdi yoki bo'lmasam chiqdi. Bizga aynan xuddi shu narsa kerak. Agar hamna qilib sekin chiqadigan bo'lsa, bu yoqda demak unaqa interes yo'q. Ya'ni krupniy igroklarga, o'sha bozor katta ishtirokchilariga bu narx unchalik ham qiziq emas. Agar qiziq bo'lganda mana bu juda ham katta tez harakat bilan bitta sham bilan buzib o'tib ketgan bo'lardi. Va shu buzib o'tib ketganidan keyingina biz selga kirsak bo'ladi. Ungacha ham hali разворот bo'ldi deyishga juda ham vaqtli. Тройная вершинада ham xuddi shunaqa. U yoqda ham impuls kerak. Головое плечо'ni endi shartlarini tushuntirib beraman. Hop, головое плечо bo'lishi uchun bizga kerak. Masalan, mana bunaqa birinchi yelkasini yasadi deb tasavvur qilaylik. Keyin boshi. Yana bundoq o'sha minimumga tushishi shart. Обязательно mana birinchi minimumini atrofida plus minus qanchadir yetmay qolishi mumkin yoki bo'lmasa bir ozgina o'tib ketishi mumkin mana bu minimumdan farqi yo'q. Lekin eng важный joyi shundaki, mana birinchi yelkagacha narx yetib kelishi kerak. Iloji boricha mana shungacha tegsa, уже tep keyin tushadigan bo'lsa-da, уже головое плечо bo'ldi desa bo'ladi. Lekin ozgina o'tib ketsa ham hisob. Lekin agar mana bu narx yetib bormasdan mana bunaqa qilib tushadigan bo'lsa, bu уже головое плечо bo'la olmaydi. Головое плечо deyish уже bu noto'g'ri bo'ladi. Aytaylikki, hamma o'sha shartlari to'g'ri. Keldi, mana bu maksimumgacha urildi и pastga tushdi.
Голова плечoni shunaqa bitta xususiyati bor. O'zi вообще-то hamma modellarga tegishli bu narsa, lekin aynan mana shu голова плечoni ishlayotganimizda mana bu o'zini diapazoni bor. Masalan, boshini va boshi bilan eng minimumini hisobga olamiz. Necha punkt bo'lishi mumkin mana shu? Agar bu yerda 100 punkt bo'ladigan bo'lsa, голова плечоda juda ham yaxshi ko'raman shu narsani. Ровно 100 punkt. Eng kamida bizni pastga yana narx pastga tushib berishi mumkin. Balki undan ham ko'ra ko'p ketib qolishi mumkin. Lekin 100 punkt bu endi garantiya deya olmayman-ku, lekin 10 tadan 9 tasi ishlab beradigan narsa. Hop, keyingisi Almaz. Almaz ham yaxshi model, lekin Almaz ham голова плечоga o'xshab grafikda sal kamroq uchrab turadi. Almaz mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Masalan, sal katta chizib yubordim. Maksimum balandroq, keyin o'zidan bitta oldingi minimumdan ko'ra yana ham pastroq minimum yasaydi. Keyin yana bitta balandroq maksimum. Undan yog'iga uje narx minimumini buzmaydi-da, sal uje ingichkalashib boradi. Boshida e'tibor bergan bo'lsanglar, ozgina kengayadi. Minimum bilan maksimumlar bir-biridan uzoqlashadi. Keyin minimum maksimumlari bir-biriga yaqinlashib boradi. Mana bu uje bizga Almaz modeli shakllanayotganini bildiradi. Almaz modelida mana bunaqa qilib обязательно trendoviy liniyasi bilan chizib o'zimiz uchun belgilab olamiz chegaralarini ham oxirgi masalan pastdagi liniyasini buzishini kutamiz. Mana bu yerdan chiqishi bilan bo'ldi. Biz selga kirsak bo'ladi. Stop lossimizni o'zi eng zo'r joyi, mana eng maksimum bo'ladi, lekin mana o'zini bitta oldingi maksimumiga ham juda ham kamdan kam yetib keladi. Stop lossni mana bu yerga qo'yib ishlasa ham bo'ladi. Yog'iga uje tek profitni grafikka qarab nimani mo'ljallaymiz, kimdir соотношение bilan ishlashi mumkin, 1:2, 1:3 yoki bo'lmasam kimdir grafitskiy mana shu уровеньlardan ishlashi mumkin. Tek profitini ham mana shu уровеньligi balki mana bu bo'lishi mumkin. Mana bunga to'g'rilab qo'yib ishlasa ham bo'ladi. Xo'p, buni qilsa ham to'g'ri. Mana shuni asosiy bizda razvorot bo'lgan trend, eski trendimiz tugab, bizda yangi trend boshlanganini bildiradigan model. Bu modellarni ko'rdikmi bo'ldi, bilaveramiz, что razvorot boshlandi. Eski trendni unutamiz. Endi ozgina grafikda ham ko'rsatib o'taman. Bir ikkita model realniy grafikda ham ko'ramiz. Hop, bizda mana birinchi model, birinchi ko'zga ko'ringan model mana bu yerda голова и плечо model bor ekan. Ikkita yelkasi va bitta boshi bor. Va mana bu yelkasidan maksimumdan o'tgandan keyin bo'ldi. Bizda uje trend razvorotni boshladi degan ma'noni bildiradi. Hop, aytganimdek bu yerda hamma o'sha shartlariga to'g'ri keladi. Mana bu maksimumlari ham почти plus minus bitta joyda va minimumlarni ham birinchi yelkasini minimumiga narx to'g'ri kelgan. Mana bu haqiqatan ham chiroyli model. Bundan buyog'iga uje narx tepaga qarab o'sishni boshladi. Xo'p, mana bu yerda mana shunday ko'rinib turibdi. Yana bitta model bor ekan, двойная вершина model. Ikkita cho'qqi modelimiz ham bor. Hozir chizib ko'rsataman. Mana bu birinchisi, mana bu ikkinchisi. Boyaga aytganimdek, bizga обязательно impuls bilan buzib o'tib ketish kerak degan edi. Mana o'sha impuls. Mana bu minimumi va o'sha minimumini mana impuls bilan yorib o'tdi. Demak, bu haqiqatan ham razvorot boshlandi. Mana bu impulsni ko'rganimizdan keyin bemalol mana bu joyda selga kirib stop lossimizni maksimumga qo'yadigan bo'lsak, yaxshigina ishlab olsak bo'ladi. Mana asosan mana shunaqa ishlanadi bu modellar bilan. Тройная вершина ham xuddi mana shunaqa impuls bo'lishi kerak, lekin голова и плечоda impuls bo'lmaydi. Unaqa impuls bo'lish shart emas. Keyin Almaz modelda ham ko'pincha impuls bilan kuzatiladi bu narsalar. Xo'p, bular mana hammasi razvorotli modellar. Iloji boricha men bu boyagi videoni ozgina orqaga qaytarasizlar. O'sha boshida ko'rsatgan modellarni hammasini iloji boricha chizib olasizlar daftaringizga, xohlasanglar eslab qolinglar, lekin yozib chizib olganinglar menimcha yana ham yaxshiroq bo'ladi. Grafikda iloji boricha istoriyalarni qaraymiz. Razvorot boshlangan joylar. Narx tepaga o'syapti, o'sgandan keyin narx uje pastga tushishidan oldin обязательно kiramiz, qaraymiz qanaqa modellar bor u yoqda. Yoki pastga tushayotgandan keyin narx tepaga ko'tarilish boshladimi, o'sha minimumni ochib bitta qarab olamiz. Qanaqa model bor? Biz nima qila olgan bo'lardik? O'sha modellar bilan qanaqa qilib ishlasak bo'lardi? Bu narsani aytayotganimning sababi ko'proq shunaqa modellarni ko'rib, ko'zni tezroq o'rgatib borsak, bu ertaga
o'sha modellar shakllanayotgan paytda srazu tez o'sha narsani bilib, qanaqadir qaror qilishga bizga yordam beradigan narsa. Xo'p, bu videoni ham tugatamiz. Endi keyingi darsga o'tamiz.